Hammaga assalomu alaykum. Shu video qo'ygandim. Rossiyaga qanaqa qilib avtobusda ketganimda qanaqa ozgina qiyinchiliklar borligi haqida kommentariy yozilgan ekan shu akamiz tomonidan. Shuning uchun ham Rossiyaga bormaslik kerak. Ularni o'zlarini shu yerga chaqirish kerak deb turib. Birinchidan aka, biz umuman Rossiyaga haligi majburiy kelmaymiz. Bu yerga dam olgani kelamiz, tabiatni tomosha qilgani kelamiz. Bir hordiq chiqarib ketgani kelamizda. Ularni shu yerga chaqirish kerak degan, sen ularni ruslarni O'zbekistonga chaqirish kerak deb aytgansiz. Ruslar agar O'zbekistonga borsa, oyliklarga chidamaydi, oyliklarning kattaligiga. Ular bayda 90 ming, 100 ming o'rtacha oylik bo'lsa, bizda 3 million. 3 million bilan 90 ming, 100 mingdan ancha farq bor-ku, xuddi shunaqada. Endi bularda rubl, bularda so'm. Bizda so'm, bularda rubl. Hozir bilaman, ko'p kishi mana Rossiyadan turib kuzatayotganlar bor yoki O'zbekistonda Rossiyaga borib kelganlar bor. O'shalar kommentariyada yozishadi degan umiddaman. Aynan nima uchun Rossiyaga borishgan yoki nima uchun hozir Rossiyada dam olishyapti, shu to'g'risida yozishadi degan umiddaman. Shunaqa akalarimiz tushunishi uchun prosta like bosib qo'ying, чтобы ko'proq odam ko'rishi uchun va qolgan odamlar tushunishi uchun. Sog' bo'linglar. Obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.